Shahar o'zi bilmaydi, misol uchun, yangi chiqqan realtorlarda. To'g'ri. Endi xafa bo'lmaydi, men bor gapni aytyapman. Men kerak bo'lsa, Instagramsiz ham sotaman uyni. Shunaqa to'g'ri. Odamlar aldab bo'lmaydi hozir, misol uchun. Navbat odamlar sizni aldavyapti. Ha, to'g'ri. Misol uchun uy olaman degan debdi, keladi, uy egasini ko'radi, bo'ldi, tanish chiqib qoladi, realtor chopildi xullas, короче. Haligi odam aytayotdilar, senga $300 pul bersam bo'lmaydimi, deyaptilar. Men endi aytdi, uni 10 baravarini olishim kerak bo'lgan haqdorman deb o'zimni hisoblab turibman. Bir kunda boyib ketsa-da, bizning yoshlarimiz bir kunda boyib ketib, bir kunda mashina olsa, bir kunda zo'r bo'lib ketsa bo'ldi. O'sha narsa kerak, boshqa narsa kerak emas. Bir odam chaqiryapti, uyimni sotishim kerak. Bir oydan beri maklerlarga, realtorlarga murojaat qilaman, uyimni sotib bermayapti. Borsangiz, uni noto'g'ri narxlashgan, noto'g'ri joylarda reklama qilishgan va uning orqasidan haligi odam kelgan naqd uyini haqiqiy bahosidan kerak bo'lsa oshig'ini bergan odamga bermagan. Bu realtor degani endi odam emas degani emas-da, misol uchun. Ko'pchilik o'ylaydiki, alkash deb o'ylaydi, realtorlarni. Aldoqchi. Bu hamga $300 bersam bo'ldi, ishlab ketaveradi deb o'ylaydi ko'pchilik. Unaqa emas-da. Avvalambor assalomu alaykum. Bizni kuzatayotgan va kuzatishni boshlaganlar, biza bugungi birinchi podkastimizni olishga qaror qildik. Bu podkastimiz men Rustam Ahmedov va mehmonim, qadrdonimiz Sarvar aka ishtiroklarida bo'ladi. Biz bugungi gaplashadigan mavzularimiz aynan O'zbekiston Toshkent bozoridagi uy-joy sotuv sohasidagi aktual mavzular to'g'risida gaplashishga va fikrlashishga harakat qilamiz. Bizlarni kommentariyada qo'llab-quvvatlang va bizga obuna bo'ling. Unda biz boshladik. Assalomu alaykum Sarvar aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Rustam aka, taklif uchun katta rahmat. Men ismim Sarvar Xidirov va bu недвижимость sohasida 15 yildan beri faoliyat ko'rsatamiz. Rahmat. Har qanaqangi savollarga javob berishga tayyormiz. Qo'ldan kelgancha tayyormiz, xudo xolasa. Rahmat. Hammasini qaraganda gaplashamiz. Xudo xolasa, shu bugungi aktual bo'lib turgan mavzular to'g'risida suhbatlashishga harakat qilamiz va eslatib o'tamiz. Asosiy bu podkastimizga sabab bo'layotgani, biz hozirgi kunda yangi agentlik tashkil qilganmiz. Makon Realty Group degan. Bu sababli bu podkastlarni olyapmiz va birinchi mehmonimiz siz bo'ldingiz. Endi o'zi gaplashamiz desa, bu sohada, bu bozorda juda ko'p, hozirgi kunda gaplashsa bo'ladigan mavzular juda ko'p. To'g'ri. Harakat qilamiz eng aktuallilariga to'xtalib o'tishga birma-bir. O'zi birinchi baribir tanishuv qilsak, siz baribir insonlarga, bizning kuzatuvchilarimizga bu sohaga qachon kirib kelgansiz, nima sabab bo'lgan va hozirgi kungacha bu sohada qanaqa baland-pastliklarni ko'rdingiz va bu sohada hozirgi kundagi kamchiliklar va kelajagida nima ko'ryapsiz va umuman olganda sohamizga nima yangilik kirgizish kerak, nima mavzular aktual, nima qilsak hozirgi kundagi O'zbekiston bozorini aynan realtorlik sohasida, uy-joy, недвижимость, turar, noturar sohada nima kamchiliklar bor deb o'ylaysiz? Tak, yaxshi savol. Meni ismim Sarvar Xidirov. 2011-yildan beri shu sohadaman, xudo xolasa. Tak, недвижимость olami bo'yicha qiladigan ishlarimiz juda ko'p. O'zgartirishlar juda ko'p. Muammolar juda ko'p. Muammolar ham juda ko'p. Ko'payib ketyapti. Kundan kunga realtorlar ko'payib ketyapti, blogerlar ko'payib ketyapti. Narx-navoni bilmasa ham, misol uchun ommaga olib chiqib, har xil narsani reklama qilishyapti. O'sha temada gaplashsa yaxshiroq deb o'ylayman men. Bugungi kundagi asosiy aktual bo'lib turgan shu 3-4 yildan beri O'zbekiston bozorida aktual bo'lib turgan mavzu birinchisi narx-navo masalasi. Kimdir tushadi deydi, kimdir chiqadi deydi, kimdir tushyapti deydi, kimdir o'syapti deydi. Bu sohaga, bu sohaga emas, bu mavzuga o'zingizni qanaqa fikringiz bor? Sizni nazaringizda narx-navo tushyaptimi? Yo'q, men nazarimda narx-navo tushmayapti. Sentrda har doim baribir aktual bo'lgan bu narsalar. Misol uchun talab bor sentrga. U endi misol uchun Chilonzor, misol uchun yo Sergelilarda to'g'ri narxlar tushyapti. Nisbatan chekka rayonlarda, shahar markazida, lekin markazda tushgani yo'q hali. Oshsa-oshki tushmayapti lekin. O'zi misol uchun baribir talab ko'p sentrda. Под аренду qo'yiladigan joylar bor, misol uchun. Ya'ni ijaraga. Ijaraga qo'yiladigan joylar bor. O'shaning uchun narx-navo o'zi turibdi haligacha. Misol uchun shunaqa gap. Xo'p, shu kecha kunduzda ham
har bir sohada bo'lgandek, uy-joy sohasida ham nisbatan savdolar past. Lekin haligi aytgandek, qaysi bir uyda aza bo'lsa, qaysidir uyda to'y bo'ladi. Shunaqa. Balki shu tarafdan yondashish kerakmi yoki aslida ham savdolar pastmi, narx-navolar tushyaptimi? Kimdirga qarasangiz savdo yo'q deydi, kimdirga qarasangiz sota olmayman deydi, kimdirga qarasangiz falon ming dollarga joyimni sotdim deydi. Umuman haligi realnostga to'g'ri keladigan narxlar emas. Demak, narx-navo tushmayotgan ekan. Demak, siz aytganingizdek, asosiy narx chekkaroq joylarga, o'zi aslida bozori talab bilan taklif boshqaradi. O'sha talabgirroq joylarga talab ko'p hali ham. Narx-navo kerak bo'lsa oshyapti. Lekin talab kamroq bo'lgan chekkaroq rayonlar, Chilonzor, Sergeli, Qo'yli, Olmazor, nisbatan infrastrukturasi kamroq rivojlangan metro, transport yoki kommunikatsiyalarda muammo bor joylar. Endi ochig'ini tan olishimiz kerak, o joylar ko'p. Shu joylarga ta'sir qilyaptimi asosan? Yo'q, narx-navo tushmadi, savdo ham yaxshi. Misol uchun, to'g'ri, yangi blogerlar chiqib, misol uchun yangi realtorlar chiqib, manda savdo yo'q deydi. Baribir 10 yil, 15 yillik stajli realtorlarda misol uchun savdo bor baribir. O'zini klienturasi bor. Misol uchun o'zini klienti bor. Olgan bo'lsa, o'ziga olgan bo'lsa, qarindoshiga beryapti. Misol uchun sizni taklif qiladi. Alhamdulillah, yaxshi, xudo xolasa savdo, narx-navo tushgani yo'q. Lekin yaxshi uy yo'q baribir. Bozorda yaxshi uy yo'q. Endi shunga meni o'zimni yondashuvim bor. Misol uchun, siz ham men ham bu sohada ancha yillardan beri qo'limizdan kelgancha xizmat ko'rsatib kelyapmiz. Insonlarning og'irini yengil qilyapmiz. Buni bilganlar bilishadi. Bu mavzuda ham sizlarning kommentariyada javobinglar bizga qiziq. Aslida meni bularni qanchadir taniydigan, biladigan, bizdan yaxshilik ko'rgan, qaysidir ma'noda xato qilgan bo'lsa, yomonlik ko'rgan insonlar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar va bizani podpiska qilib qo'llab-quvvatlanglar. Xo'p, yaqin yillarda emas, ancha yillar oldin O'zbekiston bozoriga umuman o'zi jahonda krizis bo'lgan, ya'ni 2008-yilda umuman butun jahon global krizis bo'lgan. Bu uy-joyga, ayniqsa ipotekaga juda katta ta'sir qilgan. Ipotekani orqasidan kelib chiqqan deyshadi. Endi biz ham unaqa hali bu paytda bir narsani qilgan yoshi katta, hozirgidek o'zimizni ushlab olgan bir tadbirkor yoki bir realtor bo'lmaganmiz. Shunaqa. Eshitishimiz bo'yicha 2013-yil va undan keyingi bo'lgan yillardagi har xil depressiyalar bularni ko'rganmiz va karantin bo'ldi. Karantindan keyin narx-navo meni o'zim prognozimda ham men oshadi deganman, narx-navo juda keskin oshib ketdi. Butun dunyoda oshib ketdi. Bu faqat O'zbekiston bozoriga ta'sir qilgani yo'q. Hozirgi kunda meni qarashim birinchi o'rinda bu o'zi sohada bu qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar insonning tajribasi katta rol o'ynaydi deb hisoblayman. Shunaqa to'g'ri. Ya'niki inson bir ishga sidqi dildan kirishsa, unga mas'uliyat bilan yondashsa, ishini ustasi bo'lsa, albatta natija keladi. Shu aytganingizdek, tajribasiz bir sohaga kirib kelib, bugun kirib, ertaga o'ziga o'zi kerak bo'lsa, hali qo'pol qilib aytganda potaxa berib bo'ldim, men ishimning ustasi bo'ldim. Hali kulchoy birikta joyini o'rganib oldim, ne demak ishlasam bo'ladi. O'zim ham qila olmayman-ku deb hozirgi mana bunaqa to'g'ri baribir tan olishga majburmiz butun jahon bozorida. Umumiy iqtisodiy ahvol juda bir yaxshi emas, chunki har xil urilishlar jahonda ro'y beryapti. Uni hamma biladi. Biz u mavzuga ketmaymiz. O'zi umumanda baribir bu narsa ta'sir qilmasdan qolmayapti. O'zbekiston bozoriga ham, boshqa bozoriga ham, lekin bozor ayniqsa meni fikrim bo'yicha ikkilamchi uylar deydi. Hali eski uylar, Sovet davrida yer qimillashdan keyin qurilgan uylar, ularni ekspluatatsiya davri ham kelib qolgan. Qaysidirda kommunikatsiya muammo, qaysidirdadir haligi o'tgan hali elektr simlari, suv quvurlari hammasi eskirgan va hozirgi 2016-yildan bu yog'iga qurilayotgan yangi tipdagi domlar, birlamchi domlar deymiz biz. To'g'ri. Novostroykalar. Bularga ko'rgan talab oshib boryapti-ki va asosiy bu qurilishlar Yakkasaroy rayonida, Mirobod, Mirzo Ulug'bek, Shayxontohur, Yunusobod rayonlarida, markaziy rayonlarda qurilish bo'lyapti va bunga talab nisbatan ko'proq. Biz siz bilan sanab o'tgan o'sha Chilonzor, Sergeli, Olmazor, Qo'yli, endi Sergelida nisbatan ko'p. Suvda sustroqi, chunki talab bilan taklif boshqarganda eski domlarga nisbatan odamlarning talabi sekin-sekin xohlasa ham xohlamasa ham taraqqiyot, insonlar baribir yaxshi narsa, yangi narsa ustida
bo'lishni xohlaydi. Shunga qarab ketyapti. Shundan kelib chiqadi deb aytamanki, o'sha eski domla ko'proq bo'lgan joylarda suvda nisbatan sustroq, markaziy rayonlarda odamlar o'sha yosh avlod yokida yangi kirib kelayotgan investorlar, yangi pul topayotgan bizga o'xshagan yoshlar o'sha eski domlarga emas. Men o'zim tajribamdan ham kelib chiqsa, o'zim eski domda ham yashab ko'rganman. Yangi tipdagi novostroykalarda ham yashab ko'rganman. Afzalligi bir-biridan yer bilan osmonchalik farq qiladi. O'tdagi kommunal xizmatlar, ertaga uyga isish sovutishdagi muammolar barchasi bu narx-navoga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Hozir O'zbekistonda misol uchun Toshkentda 50 ming dollarga Chilonzordan 2 xona uy olganimdan ko'ra, bir xona 50 ming dollarga yangi novostroyka olib, yaxshiroq nisbatan rayonda yashayman, chunki ham xotirjamligim, hamma narsa yangi, ham o'zimni bexavotirroq, farzandlarimga hali bolalar maydonchasi bor, parkovka bor, avtoturargoh, hamma narsadan muammo yo'q. Shundan kelib chiqadi deb o'ylaymanki, demak, narx-navo shuni ustida ko'proq bilinyapti. Sizning fikringiz qanaqa? Endi hozirgi misol uchun vtarichkalar ham yaxshi ketyapti. Endi hamma domni o'zini anaqasi klienturasi bor-da, misol uchun kimgadir novostroyka yoqadi, kimgadir vtarichka yoqadi. Shunaqa klientlar bor, yo menga misol uchun Sibirdan spetsplan topib bergan deydi. O'zini odami bor-da, baribir. Vtarichka ham yaxshi ketyapti. Endi Chilonzorda misol uchun baribir vtarichkalar sal turib qolgan, xrushevka bo'lganligi sababli deb o'ylayman. Juda ham g'ishli emas, panelli. Siz aytayotgan domlaringiz g'ishli domlarda endi. Shunaqa, kichkina katalay uylar endi shunaqa. O'shaning uchun baribir ko'pchilik baribir sentrga qarab tarqalyapti, kelyapti. Sentrda o'shaning uchun narx-navo tushmayapti. Talab ko'p bo'lyapti baribir. Ko'pchilik baribir Chilonzordan uyini sotib, baribir anaqa sentrdan olyapti-da. Vtarichka bo'lsa ham, 4-etaj bo'lsa ham shu sentrda yashaydi deyapti-da. Bolasini maktabi, misol uchun, korzinka, hamma narsa yonida-da. Nisbatan eski domlardan, u rayonlardan bu rayonlar odamlarga qulayroq. Qulayroq, qulay bo'lganligi uchun menimcha baribir sentrda yaxshi bo'lyapti. Keyin siz aytayotganingiz savdo past deyapsiz. Men boya aytdim sizga, shu yangi chiqqan realtorlar baribir narx-navoni bilmasdan, reklama qo'yishni bilmasdan, misol uchun ishlayapti ular-da. O'zi har bitta sohani o'zini ustasi bor-da, baribir. Ustoz ko'rmagan shogird emas-da. Ular 1 oy, 2 oy ishlayapti-da, qo'liga pul tushyapti-da. Misol uchun, bo'laman Telegramga yurg'izsam, men zo'r bo'lib ketar ekanman, Instagramga yurg'izsam zo'r bo'lib ketar ekanman deb o'ylayapti-da, lekin uni narx chiqarishni bilmaydi ko'pchilik. Har bitta domni o'zini narxi bor-da, misol uchun, misol uchun, olgan bo'lsa, uni o'zini domlari bor, misol uchun 45, 39, 53 domlar misol uchun. Yaxshi tensiya qilinadigan domlar bor-da. Yana mundorolari bor, o'zi baribir anaqa stomatologiyaning tepalari bor, arzonroq yuradigan domlar bor. Dom bilan domni farqi bor. Dom bilan domning farqi bor. Misol uchun yoshlar, Sibir ekan-ku deydi, misol uchun boradi, necha pul deysan deydi. Misol uchun o'zi 90 minglik bo'lsa, 120 ming ketadi deydi. Bu narxdan o'zi anaqa qiladi. U egasi misol uchun keyin aytadiki, "Mana menga makler misol uchun 120 mingga sotib beraman deyapti. Sen kelib olsan 90 mingga sotib beraman deyapsan. Men undan ko'ra u bilan ishlaganim yaxshi" deydi. Luboy misol uchun. Qancha qimmat sotsa, shuncha yaxshi deydi u odamga ham. O'sha sababdan bozor anaqa bardak bo'lib ketganmi deb o'ylayapman-da. To'g'ri. Noto'g'ri narxlash, odamlarning vaqtini olyapti va u odam o'sha savdo yo'q ekan, uyim sotilmayapti deb o'ylayapti. Aslida noto'g'ri narx qo'yilgan, noto'g'ri odamga murojaat qilgan, tajribasiz, vaqtida uni ishini bitirib bera olmayapti. Misol uchun 2 oylik, 3 oylik realtorlar misol uchun mana shunaqa narsalarga ko'pchilik uchrab qolyapti. Siz kelib real narxini aytsangiz, yaqinda ham bo'lgan narsa, bitta odam uyini reklamaga qo'ydi, biza keldik, uying misol uchun 110 ming ketadi-da. Boshqasi bor 125 mingga sotiladi-da. 2 oydan keyin baribir shu biz aytayotgan narxga sotildi. Даже undan arzoniga sotildi. Mana kecha kunduz bo'lgan narsa 105 mingga ketdi. Endi qarang, Sarvar aka, muhim omil o'zi uy sotishda, shunchalik tajribangizdan kelib chiqib, nima xatolarni qilish kerak emas va nima to'g'ri narsalardan foydalanish kerak. Misol uchun, qayerga reklama berish kerak, kimga murojaat qilish kerak, nima qanaqa savdo qilish kerak, qanaqa payt sotish kerak, bahordami, kuzdami, yozdami? Недвижимость sezoni yo'q o'zi. Misol uchun, har bitta uy o'zi to'g'ri narxlasangiz, har bitta uyning o'zi narxi bor-da. Demak, birinchi narx to'g'ri. Narxda, lokatsiyada. O'sha uyni to'g'ri narxlasangiz, misol uchun shu uy bir kunda ham sotilishi mumkin. Endi lokatsiya deganingizga misol uchun chekkaroq rayonlardagi uylar,
Misol o'zimizni ham tajribamizdan kelib chiqqan. Mani o'zimga qo'yib bersa ham, aslida to'g'ri aytganingizdek to'g'ri narx qo'yilsa, Sergeli bo'ladimi, Qo'yli bo'ladimi, Aviagorodok bo'ladimi, u Panelniyda bo'ladimi, Bektemir rayonida bo'ladimi, farqi yo'q. Uyga to'g'ri baho qo'yilsa va birinchi kelgan klientga men o'zim tajribamda shunaqa qilaman, insonlarga juda ko'p aytaman. Bir odam narx berdimi, birinchi sal u ko'chadagi gap bilan farq qilishi mumkin. $500, $1000. Sizning mo'ljallingiz ko'chadagi ishingiz bitmay qolishi mumkin. Agar uni kutib o'tirsangiz, haqiqiy kelgan klient qo'yib yuborgan bo'lishingiz mumkin-da. Shunaqa. Kelgan Chilonzorda realtorlar ham, misol uchun Sergeli realtorlari ham sentrga aralashib qolyapti-da, narx chiqarib bera olmayapti. Undan ko'rasa shu sentrdan odam top, mutaxassis top, yaxshi anaqani topganda realtor top. Og'ayni, например, men bu joyni bilmayman, narxi nechi pul deb so'ra. Misol uchun menga telefon qilsa, Chilonzordan ishlaysizmi? Yo, ishlamayman deyman, realda. Bilmayman, aka, uzr deyman. Kimnidir nomerini berib yuboraman shu. Tanishimning nomerini beraman, mana shu odamga telefon qil. Bo'ldi. Yo'q, bizada yoshlar nima qilyapti, bilasizmi? Shu yoqqa ham burun tiqsa-da, shu yerdan ham pul ishlatadi. Hamma o'zini vaqtini olyapti, hamma odamning vaqtini olyapti. Bermayapti-da hech narsani. Qo'y, ber shu odamga, ishlasin. Bo'lishsa ko'payadi. O'shanda narx-navo anaqa deb o'ylayman-da, yaxshi chiqadi deb o'ylayman. Savdo ham yaxshi bo'ladi. Hamma joy o'zida bila olmaydi, baribir ish qilgan. Hamma uyni sotib keta olmaysiz. Hamma uyni sotib keta olmaysiz. Endi hozirgilar tushunmaydi-da. Hamma uyni baribir sotib keta olmaysiz. Endi hozirgilar davomimiz o'zimiz ham hali bir 45 ga kir, 50 ga kir katta ish qilib qo'ymadi-ku. Endi hali siz shunaqa deysiz-ku, hozir qarang mana bunaqa narsa-da, biza paytimizda lokatsiya degan narsa bo'lmasdi, Telegram degan narsa bo'lmasdi, Instagram degan narsa ham bo'lmasdi. Sanoqli dom bo'lardi. Biza shu domni nomerini yodlaydik-da. Misol uchun CB ishda, например, 51-dom oldiga kelingsa, bo'ldi 51-dom oldiga topib boradi. Kvartirasigacha bilardi. Lokatsiya tashlab bering, aka, unaqa qilib bering degan narsalar bo'lmasdi-da. Hozir hamma narsa oson bo'lib ketdi. Telefon qilasiz, misol uchun qayerda uyingiz, lokatsiya tashlab bering, bo'ldi, lokatsiya bilan boradi-da. Shaharni o'zi bilmaydi, misol uchun, yangi chiqqan realtorlarda. Endi xafa bo'lmaydi, men bor gapni aytyapman. To'g'ri, bu narsa hali nimada bilinadi? Bir xil odamlarga uy sotayotgan odamlar, umuman bizani tanimagan, kimdandir eshitgan odamlar chiqishadi-da, palonchi yaxshimiz, tuzimiz, ha, yaxshiman, tuzimman, uyimni sotmoqchi edim. Xo'p, qayerda uyingiz? Mana bu joyda, domingiz nomerini aytavering, mana bunaqa dom. Bo'ldi, o'sha yerda ko'rishamiz. Voy, qayerdan bilasiz domimni hali? Shuni aytavering, bo'ldi, men o'zim boraman. Men hali shunaqalarida aytamiz, hali sal qiyshuvroq tushgan, ko'ndaligingga tushgan, yonida mana market bormi? Mana bitta mana bunaqa narsasi bormi? Balandligiga tushgan. Orqa domingiz orqasida polya borigacha aytamiz-da, odamlar hayron. Bu tajriba. Shunaqa, to'g'ri. Biz yodlaganmiz bu narsalarni, yurganmiz biz. Hozirgi yoshda yurmayapti ham, misol uchun. Bugun o'rganib, ertaga hayotga qo'llar. Bo'ldi, misol uchun variantni olyapti-da, qayerda u, nima u, qanaqa planirovka, даже anaqa ham qilib bera olmaydi, misol uchun. Nima planirovka desa, Moskvskiy planirovkami, Leningradskiymi, aytib bera olmaydi, misol uchun. 9 etажli domimizni kirpishli. Men ko'rmaganman, borsangiz ko'rib gaplashamiz xullas deydi. U realtor misol uchun o'qish kerak, u narsalarni bilish kerak, qanaqa planirovkaligini bilish kerak. Kelgandan keyin turish kerak emas, klientga tushuntirish kerak. Haligi oluvchi ham, sotuvchi ham sizga bir mas'uliyat topshirdimi? Sizga ishondimi? Shu realtor ekan, men uyimni sotib bergani keldim deyapsiz. Haligi undan kerak bo'lsa ma'lumotni 100% bilishingiz kerak-da, bu kelgan joyingiz qachon qurilgan? Shunaqa. Siz aytganingizdek, men o'zim ham Toshkentdagi bir 90% domimni даже qachon qurilib, kim qurganigacha bilaman-da. Qachon yashashga topshirganimni, bosh og'rig'i bor, hali bir xil joylarda kulgili narsalar bo'lgan. Bu uyga damkomi yomon. Mana bunaqa odam turadi. Shulargacha bilamiz. Avarinniy domlargacha bilamiz. Avarinniy domlargacha bilamiz. Endi bu aytganingizdek tajriba. Lekin hozir siz aytayotgan mavzu o'zi umumanda insonlar bilmagan sohasiga O'zbekistonda, balki boshqa mamlakatlarda ham bordir. Endi bizda shu yerda yashaganimiz uchun va soha ichida bo'lganimiz uchun umuman men ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz, Instagramda, Telegramda insonlar o'sha munosabat bildiraman deb bugun kirib kelgan sohasiga bilib bilmay fikr bildiryapti, bilib bilmay narx chiqazyapti. Chuqur mavzu o'zi. Tirikchilik qilaman, pul qilaman deb. Men o'zimni bu shaxsiy subyektiv fikrim, inson har taraflama kuchli bo'la olmaydi. Shunaqa, to'g'ri. O'zini qanaqadir kuchli tarafi, o'sha kerak bo'lsa Xudo tarafdan turgan o'zini kuchli tarafi bo'ladi va o'sha tarafdan biron ishga yondashsa va uni 4 yildir, 5 yildir, 8 yildir ilmini o'rgansa, bir kun natija bo'ladi. Natija bo'lganda ham Xudo xolasa uni o'sha butun umriga yetadigan, oilasini boqa oladigan, yaxshi narsaga bu hayotda erishsa bo'ladigan darajada o'shandan manfaat oladi. O'sha hozirgi aytayotgan yangi
mayli yangi chiqqan demaylik-ku, tajribasiz. Biza misol uchun ochuvmiz, misol uchun men o'zimni ishni sizni ham yaqindan bilaman, o'rgatishdan qochmaymiz. U bizning rizqimizga, pulimizga ta'sir qilib Shunaqa qolmaydi. to'g'ri. Lekin shunaqa joylari bo'lyapti, aytganingizdek, bir joyga boryapmiz, bir odam chaqiryapti, uyimni sotishim kerak. Bir oydan beri men klientlarga, realtorlarga murojaat qilaman, uyimni sotib bermayapti. Borsangiz, uni noto'g'ri narxlashgan, noto'g'ri joylarda reklama qilishgan va uni orqasidan haligi odam kelgan naqd uyini haqiqiy bahosidan kerak bo'lsa oshig'ini bergan odamga bermagan. Yo'q, meni uyim 60 ming ketmaydi, uyim 70 ming ketadi, palonchi aytdi-ku. Okey, palonchi kim desa, ani bloger yoki ani Instagramga chiqib yurgan ekan, Telegram kanali bor ekan. O'zini hali kanalini uy sotaman, tez sotib beraman, xullas har xil nomlar bilan. Lekin aslida tajriba yo'q. Keragicha reklama ham qilmagan, qaysidir joylarda shunchaki kelib, bitta haligi uy obzor olib, uning uchun pul olib, bo'ldi biz reklama qilib beramiz deb ketgan haligi odam unga umidvor o'tiribdi va undan vaqt o'tyapti. O'zi inson, men o'ylashimcha, hayotda umumanda insoniyat bu uy joyga erishishi o'zi juda og'riqli, juda qiyin mavzu-da. U bitta inson deyman, bir umr davomida yo bir marta, ikki marta uy olib sotadi-da. Endi investitsiya tarafdan qaraydigan insonlar alohida mavzu. Asosiy 100 ta odam deb hisoblasa, 80 ta odam faqat uyini yashash uchun, bola chaqasi uchun umrida yo bir marta, ikki marta oladi-da. U to'g'risida ma'lumotga ega emas. Qanaqa sotsa bo'ladi, ish bilib turadi, qo'shnisidan eshitadi, atrofdan eshitadi. Hozir ijtimoiy tarmoqlar bor. Ijtimoiy tarmoqlarga ham qarasa, kimdir noto'g'ri narxlab qo'ygan, yo kimdir qimmat, kimdir arzon aytib qo'ygan. Bu narsa aytganingizdek sotuvga ta'sir qiladi. Demak, sizning fikringizdan kelib chiqsa, demak, sotuvga o'sha noto'g'ri narxlash va noto'g'ri yondashuv va tajribasiz odamga, realtorga yoki yana shunaqa narsa bor. Misol uchun uy egasi telefon qiladi realtorga, shu realtorga telefon qiladi. Okey, uyimga klient chiqyapti, xaridor chiqyapti. Qanaqa necha pulga? Например, 200 mingga. Narxi zo'r. Realtor nima qiladi? Misol uchun, "Ya, aka bermayman, o'zim sotib beraman. 220 mingga" deydi. Arzimagan qanaqa uslugasida. Va bo'lmam, o'zim sotib beraman deydi. Ya'ni bergisi kelmaydi-da. Shuni bo'lish, egasi ishini hal qilsin, to'g'ri maslahat bersa, klient bo'lib qoldi shu odam, misol uchun. Откровенно endi gaplashish kerak-da. Odamdan ishlaydi-ku, misol uchun. Ertaga boshqa ish tushadi shu odam. Ya bizda unaqa emas. Bizda o'zim bo'lsam deydi. Hozir ko'p realtorlar shunaqa bo'lib ketgan. Endi realtorlar hamma sohada o'zi. To'g'ri maslahat bermaydi ko'pchiligi. Men bilaman, ko'pchilik va to'g'ri maslahat. Asosan manfaat ustiga qurilgan-da. Shunaqa. Pul ishlasa bo'ldi, misol uchun. Sotqani qilsa bo'ldi-da. Qo'pol qilib aytganda, misol uchun klientga to'g'ri tavsiya ham bermaydi. "Aka, men bu uyni olmang", misol uchun. "Men bu uy mana bunaqa narsa." To'g'risini aytish kerak. "Men bu uyni olayman, yaxshi narsa olayotganda, yaxshi narsaga sotayotganda qizg'anadi. Yoki misol uchun bitta klient kelib, "Aka, mana bu zo'r narsa oling, baraka topasiz, xudo xolasa. Zo'r narxga sindirib berdim. Oling mana shu uyni" desangiz, ishonmaydi. Yoki oldi bitta og'aynisi bo'ladi-da, "Nima qilasan?" deydi. Ket og'aynisi olib ketib qoladi. Boradi-da, endi qaysi qatlandirib uy ko'tarib keladi. Keyin bir oydan keyin telefon qiladi. "Aka, nima bo'ldi desa, mana shunaqa yo'q qo'ydim, sotib bering" deydi-da. Misol uchun. "Men bu uy zo'r edi, olsam bo'larkan, og'aynimga gapi yo'q, quloq solib qo'ydim. 50 mingga oldim, meni 45 mingga sotamanmi" deydi. O'zbeklarning o'zi nimasi yomon bilasizmi? Mana misol uchun siz uy olmoqchisiz, kimlardir maslahatlashasizmi o'zingiz? Yo'q. Yo'qsa maslahatlashaman. Yo'q, maslahatlashaman. Qanaqa? Shu sohani egasi bilan. Nima uyda emas, misol uchun mashina sotib olmoqchiman, kiyim-kechak olmoqchiman. Qanaqadir maslahat qilaman baribir. Og'ayningiz bilan, kimlar qarindoshlar bilan maslahatlashasiz. Endi bizda u aytgan. Bizda ko'payib ketganda bu narsa. Misol uchun, например, keldingiz, uy yoqdi, ota-onangizni olib keldingiz, ona yoqdimi? Yoqdi menga. Yashaydigan ular. Hammasi to'g'ri kelyapti, to'g'ri. Bo'ldi, olish kerak ko'z yumib. 5 mingligami, 10 mingligami qimmatmi? Misol uchun ko'taryaptim, olish kerak. Aybi yo'q, yaxshilab ketsa. Zo'r joy bo'lsa olish kerak, misol uchun. Yo, u boradi, qo'shnisi bilan maslahatlashadi, og'aynisi bilan maslahatlashadi. Endi har xil og'ayni bor. Misol uchun, hamma og'ayni olasan, 100 mingga olasanmi? Hamma og'aynilar ham emas, misol uchun. Aytadi, "O'rta ol, zo'r uy olsan" deydi. Bir xillar bor, "Aka, qimmat ekan-ku, tushirib bering narxini" deb turadi-da. Zo'r uy olyapti. Realtorga ishonmaydi, og'aynisiga ishonadi, misol uchun. Hali mana yaqinda bo'lyapti, o'zimiz tajribamizda shunaqa bir joyda tanishimizga taklif qilamiz. "O'rtoq, mana men bitta bunaqa narxga juda bozor, hozirgi kunda bozor narxida zo'r narsa taklif qilyapman. U yaqin insonim. Bo'ldi o'rtoq, men bitta maslahat qilay deyapti. Endi majburlab yo bir nima oldirmaysiz, hali ota-onasi bordir, aka-ukasi bordir, maslahat qilsa kerak desam, keyin birozdan telefon qilib, "O'rtoq, men maslahat qildim, mani paronchi mashhur bitta
odam ismini aytyapti. Hmm. Fast foodlarning egasi hozirgi kecha kunduzgi Tushunarli. qimmat dedilar. Yo'q. Men keyin to'g'risi qo'pol bo'lsa ham jahlim chiqdi. Voy baraka topkur. Bu sohani qanaqadir egasimi odam? Yo hayotida 3-4 marta uy-joy sotib olgan, noturar bino sotib olgan odammi? Aytsam, ha, shunaqa deyapti. Unda u qayerdan biladi u joy arzon qimmatli? O'zi yaqinda olgan ekan, shu mana shunaqa narxdan olgan ekan. U balki olgan joyi o'zi arzon joydir. Yo, u aytgan joying sal qimmatroq ekan deyapti. Mayli, o'zing bilasan dedim, hali chuqurlashib o'tirmadim. Endi shu aytganingizdek, sohani egasi bo'lgan inson endi u o'zi nima desa bo'ladi, bizani hozirgi kecha kunduzdagi insonlarimizda umuman har bir sohada bor deb o'ylayman. O'sha bilmagan ishiga aralashish, haligi ijtimoiy tarmoqlarda misol uchun uy-joylarni hozir reklama qiladigan odam ham ko'payib ketgan-ku, hali blogerlar? Ha, blogerlar, ha. Shu telefonni qo'liga olib, obzor olamiz, uy sotib beramiz, mashina sotib beramiz. Xullas, asosiy maqsad pul ishlash, to'g'ri, hammamizning maqsadimiz shu, lekin uni qanaqa yo'l bilan topish? Bilib, ozgina tajriba kelishsin, misol uchun o'rgatamiz, muammo yo'q. Tajribamizni bo'lishamiz, shunchaki ham o'rgatamiz. Uni biz rizqimiz kamayib qolmaydi uni bilan. Faqat bu narsani bilib bilmay shu aytganingizdek, birinchidan uy egalarini vaqtini, pulini olib, juda ko'p holatda taxminan o'zimiz shu 15 yilga yaqin shu soha bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lsa, endi asosan o'zi bilasiz-ku, uy faqat odamlarga o'rtada turib uy olib sotib bermaymiz, asosan qayerdadir investitsiya qilamiz, qayerdadir qurilish qilamiz. Bir kun yaqinda bitta anaqa holat bo'ldi. Bitta blogerni ko'rib qoldim. Maliki rasmini qo'yib qo'yarsiz, ko'rsataman. Bitta uy reklama qilganda, Gabus uyi Tarashevchenkada reklama qilib chiqqanda, keyin tagiga yozib qo'yibdi, bu obyekt bizani silka orqali sotildi deyapti. Bani kanalim orqali sotildi deyapti-da. Vaholanki u kvartira men o'zim sotganman-da. Tushunyapsizmi? Odamlarni aldab, misol uchun nima edi, shu podpisчиklarni ko'paytirish uchun ham bilmayman, lekin effekt bo'ldi. Yolg'on informatsiya beryapti. Endi men tagidan yozmoqchi bo'ldim, mayli qo'y dedim. Endi bilib turib, u mashhur blogermi endi? Mashhur bloger, ko'pchilik taniydi. Shunaqa deb kommentariy yozib qo'yibdi. Bu obyekt biz orqali sotildi. Aslida u joyi men o'zim sotganman, o'zim afalimiga qilib berganman. U odamni kaltlari ham o'zimda bo'lgan. Yaqin tanishimmi joyi edi o'zi. Mayli, endi bu o'sha haligi mavzumizga aloqador. Insonlar o'sha bilmagan sohasiga kirib, o'sha qilmaganni qildim deyishi, bo'lmagan joyda bo'ldim deyishi, bilmagan ishini bilaman deyishi. Bu umuman hozir O'zbekistondagi umuman bizning o'zbeklarimiz ichida og'riqli mavzu deb o'ylayman. O'zi har xil insonlarda o'zi uy-joyga aloqador travmalar ko'p qolib ketgan. Misol uchun eng mashhurlar to'g'risida gaplashsak, hali oldin bo'lgan-ku, hali bilsangiz, skver paytida o'zi birinchi uy-joy anaqasi sohasi skverda boshlangan. Skver maydonida bo'lgan odamlar haligi nima desa bo'ladi, u paytda ishlagan ba'zi birlari hali ham ishlashadi. Qaysi birlari biz uchun ustoz, qaysi birlari haligacha juda aktualni ishlashadi. Haligacha klientskiy bazalarga juda ko'p. Nima desa bo'ladi, hali u paytlarda uy-joy arzon bo'lgan-ku, misol uchun $3000 uy olishganda klientga $6000 sotishgan. Shunaqa. Haligi u nimaga unaqa bo'lganki, hozirgi kundagi ijtimoiy tarmoqlar bo'lmagan, Instagram bo'lmagan, Facebook bo'lmagan, hech kim lakasi tashlab bermagan, даже hali telefon ham bo'lmagan, faqat gazeta orqali sotilardi. Uy joyiga odamlarni faqat ish tushgandaki narxini bilardi. U ham birovga yetkaza olmaydi. Men bunchaga sotdim, men uyini 5000 ga sotsang bo'ladi, men 5000 ga sotdim, kecha sotdim deya olmaydi. Aldov ko'p bo'lganda Ha, aldov ko'p bo'lganda bu narsa orqasidan odamlarda shunaqa tushunchalar qolib ketganki, maklerlar bilan ish bitirsam, realtorlar bilan ish bitirsam, ular ustiga pul qo'yadi. Shunaqa, ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi, lekin noto'g'ri narsa bu. Noto'g'ri narsa. Endi baribir to'g'ri ishlaydigan odam bor, noto'g'ri ishlaydigan odam bor. 5 qo'l barobar. Tan olish kerak, demak shu paytda bo'lgan shunaqa narsa. Bo'lgan, to'ppa-to'g'ri bo'lgan. Hozirgi kunda sotsial setlar rivojlanib ketdi. Narx-navoni любой joydan ko'rib olsangiz bo'ladi. OLXga kirasiz, Instagramga kirasiz, qarasangiz narx-navo turibdi. Odamlar aldab bo'lmaydi hozir, misol uchun. Navbat odamlar sizni aldayapti. To'g'ri. Misol uchun uy olaman degan debdi. Keladi, uy egasini ko'radi. Bo'ldi, tanish chiqib qoladi, realtor chopildi xullas, короче. Yaqinda uchastka sotdi, bitta joydan. Klient qilayotgan ishini qarang, shunaqa xitr ekan. Kirdi, gaplashdik, hammasi to'g'ri keldi, chotki. Telefonni shuna stol ustiga qo'yib, chiqib ketgan. Biza ketdikmi? Biza ketganimizdan keyin
atayin qoldirib ketgan. atayin qoldirib ketgan. Kelib, uy egasi nomerini olib, gaplashib, yaxshi uy egasi o'zimiz tanish edi. Aka, xavotir olmang dedi. 3% dan olasizlar dedi. Sizlar, короче, chopildinglar bu odam uchun dedi. Mana shunaqa deb o'ylab yurursin deyapti. Shotira telefon qildi menga, shoperi. Aka, xullas, 3% olasizmi? Olma. Menga yarmini berasiz deyapti. Sen uy oldingmi dedim. Yo'q, uy olmadim deyapti. Nima mendan hozir 3% so'rayapsan? Senlar meni otdilaring-ku deyapman. Sen men 3%ni olib ber, men senga beraman shu pulingni to'laying desam, jim bo'lib qoldi. Bir haftadan keyin telefon qildi. Aka, pul olibsiz dedi. Oldim dedim. Pul oldim dedim. Bermaysiz menga? Yo'q dedim. Sen telefon qilib ketdingmi? Sen shu uy olganingni dedim. Yo'q deyapti. Bu nima xohlayapsan mendan hozir dedim. Aldamasdan telefon qilib, misol uchun, aka, xo'jayinimga uy olib beraman, например, 3% olarkansiz, menga chiqarib bering, 2000 chiqarib bering, 3000 chiqarib bering. Inson tushunadi. Bo'ldi, aka, gap bo'lishi mumkin, beradi ad dushi. Lekin bunaqa aldab turib ham pul olish, bu nomard ishi deb o'ylayman, deyman. To'g'ri. Erkakning ishi emas-da, откровенный bo'lsin. Hech kim aldamaydi. Ko'chada yurgan bolalarmiz-da biz. Shu joyida mavzu o'zi aslida o'sha haligi ustiga qo'yish deganda, bu narsalar oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. No, qanaqadir vaziyatlarda ustiga qo'yilmaydi. Kelishuv summasi bo'ladi har doim. Misol uchun uy egalariga aytamiz, "Aka, 150 ming ketadi, lekin bizga yerda xizmatimiz bor. Xohlasangiz biz 55 ming deb klient olib kelamiz-da, o'zingiz xohlagan pulingizga savdolashing-da. Biz o'sha umumiy o'zi belgilangan o'sha summa bor, o'sha xalq tilida 3% deyiladi, maklerskiy. O'sha pullar realtorskiy uslugani bering ichidan o'zingiz savdo qilib. Yo odamlar aytadiki, endi yo men deydi, "Menimcha qo'limga tegsin-da" deydi. Tepasiga qancha qo'ysalaring qo'yinglaring deydi. Bu hozirgi aytayotgan mavzular ham o'zi shuni orqasidan chiqib kelganda. Lekin mana hozirgi o'zimizdan siz bilan meni tajribamga kelib chiqqanimiz insonlar uchun, bizani kuzatib turganlar uchun ham bu narsa bo'lsinki, biza kelishilgan foiz bor, foizga ishlaymiz va qanaqadir joylari bo'ladiki, u foizimizdan to'liq olmaymiz. Biz ham insonmiz. U pul katta pul to'g'ri, 50 ming dollar, 100 ming dollar, 200 ming dollar qanaqadir ustupkalarga, qanaqadir chegirmalarga yuramiz biz ham. Faqatgina kelib, "Yo, menga farqi yo'q, men xizmatimni qildim, uy pulini ber, mashincha olaman, ketaman" demaymiz. Shunaqa to'g'ri. Vaziyatga qaraymiz va o'zimizga yarasha bu pulda qiladigan xarajatlarimiz va eng aktuali biz har kuni uy sotmaymiz. Har kuni kimdir 100 ming dollar, 200 ming dollarga har kuni chiqaman, uydan bitta uy sotaman, uy kelaman, 3 ming dollar, 5 ming dollar qo'yaman. Unaqa emas. Yillab, oylab degan masalalar bor bizda ham. Endi misol uchun o'zingizdan kelib chiqadigan bo'lsa, misol uchun hozir kecha kunduzda topadigan daromadingizni qanchasini reklamaga ishlatasiz, qanchasini aynan shu sohada o'ziga qaytarib ishlatasiz, o'ziga investitsiya qilasiz. 3,5-4 ming dollar. Oyiga eng kamida 3,5 ming 4 ming dollar. Bu faqat Instagramning o'zi. Instagramning o'zi. Bitta Halolux bor. O'zingizning xarajatlaringiz bor, oilaviy xarajatlar bor, benzin bor, shunaqa narsa. Lekin Instagramning o'ziga mana 3,5 ming dollar pul ishlataman. Realniy target. Misol uchun mana kecha ham tashladim 1000 dollar. 4 hafta bo'lsa 1000 dollardan bo'lsa 4 ming da. Shunaqa. Grupa 3,5 4 ming shu atrofida. Demak, shu o'ziga yarasha xarajati bor uni. Xarajati bor. Osmondan kelib qolmagan misol uchun. Mashhur ibora bor, xarajatsiz harakat nolga teng. O'zidan o'zi hech nima bo'lib qolmaydi. Endi bu o'sha odamlarda qolib ketgan mavzu bo'lib keladi. Bizani uyimizni sotadi, pulni oladi, jaraza uyga borib qo'yadi yoki edi. Mana mazza qilib beradi. Ko'pchiligi qiziqdi, misol shuncha pul topasizlar, nima qilasizlar? Baraka topkur, biz ham sizlarga o'xshagan insonmiz. Qat'iyatli investitsiya qilamiz. Baribir bu o'zi dinimizdan kelib chiqsa, silay rahim qilamiz. Shunaqa. Qarindosh urug'imiz bor. Kimdirlarning rizqini bizga qo'shib bergandir. U joyga ishlatamiz. Bu har bitta aynan bizda emas, umuman. Meni o'zimning fikrim. Tijoratchi, yoshi katta akalarimiz, ustozlarimizdan ko'rsam ham hamma narsa etap bo'lgan. Bu pullar kelajak uchun investitsiya bo'ladi. To'g'ri. Bu pullarni olib chet elga chiqazib yormaymiz, yo qaqqadir olib borib kun qo'yilmaydi. O'sha kerakli joyiga reklama avvalambor o'ziga ishlatiladi. Shunaqa. Kelish uchun. Endi shunaqa mavzular bor. Xullas, yana bir mavzu o'sha haligi biz undan chiqib ketdik. Sohaga bilib bilmay kirib, aralashib, u ijtimoiy tarmoq bo'lsin, alohida individual yoki bironta bozorga chiqib, misol uchun hali ham bo'lsa uy bozor bor. O'sha Chilonzorda O'zbekistondagi, o'zi umuman Toshkentdagi O'zbekistondagi yagona bo'lgan bozor bor hali ham. O'sha yerga chiqib, misol 3-4 oy ko'rib, demak, mana bunaqa qilish kerak ekan. Oluvchi bilan sotuvchining o'rtasida ishlab
qanaqadir ma'lumot yetkazib pul ishlasa bo'larkan deb shu aytganingizdek hali domla to'g'risida ma'lumot, narx-navo to'g'risida ma'lumotni bilmay turib bizda unaqa emas, bizda pulga qiziqadi. birinchi o'rinda Siz boyib ketganingizdan keyin voy mana bu ish zo'r bo'layotgan ekan deydi, bo'ldi shu biznesga o'zini uradi misol uchun. Ketdi shu bilan davlatlashib ketadi-da misol uchun. Mana shu gullab ketdi, orqada qancha mashaqqat yotganini bilmaydi. Misol uchun yillar bir kunda boyib ketsa-da, bizning yoshlarimiz bir kunda boyib ketib, bir kunda mashina olsa, bir kunda zo'r bo'lib ketsa bo'ldi. O'sha narsa kerak, boshqa narsa kerak emas. Keyin bitta og'ayni zo'r nimadir qilayotgan bo'lsa, bu zo'r bo'layotgan ekan, bunga ketib qoladi. Turgan ishini ham tashlab ketadi. Keyin yuraveradi shunaqa, aylanib yuraveradi shu bilan. Bitta ishi boshini usha olmaydi, qarasa 50 ga chiqib qolgan bo'ladi. Umr o'tdi. Buni pensiyaga chiqarkanmiz deb olam deydi. Natija ham shunga yarasha bo'ladi. Natija ham shunaqa bo'ladi-da. Alloh bu dunyoni bab sabablarga bog'lab qo'ygan. Qiynalish kerak. Men o'zim ham misol uchun 2 yil qiynalganman. Endi 2 yil qiynalganman, bez mashina yurganman. Shunaqa paytlar bo'lgan, gap eshitgan paytlarimiz ham bo'lgan. Bizda o'sha men o'zim misol uchun o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsa ham xuddi bir tengdoshmiz, bu ishlarni birga boshlaganmiz, bir vaqtda boshlaganmiz. Bunaqa telefonlar, bunaqa ijtimoiy tarmoqlar hech kimga rasmini jo'nata olmasdik. Kerak bo'lsa yayo yurib borib uy ko'rsatilardi. Va shu qiziq holat bo'lgan. Bir kun o'shda o'tirib telefon bo'ldi. Aka uy ko'rsatish kerak degan. Xo'p. Endi u paytda realtordan mashinasi bo'lmasdi, kamdan kam bo'lardi. Qayerda ofishingiz misol uchun Gaspaynda. Bo'ldi, borib olib ketaman. Borganmiz, bitta o'mtayib turibmiz, yomg'ir quyayotdi. Podestda turuvdi, bitta realtor mashinada kelib qoldi. Meni qizlar ham bor edi, aytdi, oluvchi qizlar edi. Shunday chiqdik, kvartirani ko'rdik, mashinaga o'tishdik, ani ruldagi bola aytayaptiki, realtorda mashina bo'lishini endi birinchi ko'rishim deyapti-da. Kulyapti, tushunasizmi sizlar? Realtor vashi mensimayapti-da. Mashina borligini endi bilishim deyapti. Keyin yana bitta sherigimda bo'lgan, bitta joy topshirgan, $2000 pul olish kerak bo'lgan. Topshirishgan, hamma narsa bo'lgan, 5 tashalgan. Pastga tushib, mashinada endi tushmagan, klient vashi mensimagan. Qo'ydan taqillatgan, o'ydan tushirgan. Aka, nima uslugimni berishingiz kerak. Nechi pul? $2000. Bundoq usti boshiga qaraganda $2000 qo'lingga ushlaganmisan deyapti-da. Tushunasizmi? Ko'rganmisan deyapti. Qanaqa bo'lishini bilasanmi deyapti-da. U ham uyalib ketgan, u ham peshkom yurgan bola edi-da. Hozir misol uchun hammasida mashina bor. Ko'pi, misol uchun. Klientdan yaxshi mashinasi bor-da, ko'pida. To'g'ri aytasiz. Bu mana shu mavzudan kelib chiqadigan bo'lsa, men o'zim ham ko'p ta'kidlayman. Umuman sohadagi, bizani sohadagi umuman yurtdoshlarimizga, umuman bu sohada emas, tadbirkorlik, yaxshi pul topib yurgan, yaxshi tijorat qilib yurgan odamlarga misol bir iltimosim, kimdir o'z yosh avlod o'sib kelayotgan Qorako'z, o'zimizni o'zbek, o'zimizni u toshkentlik bo'ladimi, boshqa viloyatlik bo'ladimi, farqi yo'q. O'sha bizga o'xshab oyoq qo'li bor inson, u aldamayapti hech kimni, to'g'ri mehnat qilyapti. Shu aytgandek 2-3 yillar buni qilgan mehnatini hech kimligini bilmaydi. Qayerdadir kelishdinglarmi? Umuman bizning sohada bo'lish shart emas. Men o'zimni bu o'sha fikrim. O'sha pulni beringlar, rozi qilinglar va u ham albatta o'sha o'ziga travma bo'lib qolmaydi. Qachondir ertaga ulg'ayadi, o'sadi, qaysidir darajaga yetadi. Bir tadbirkor bo'lib ketar, bir katta uy joyi bor, investor bo'lib ketar va u ham o'sha narsa haligi zanjir reaksiyasi bo'ladi deb o'ylayman. Qaytar dunyo bo'ladi, qaytaradi pulini. Biz ham juda ko'p o'sha hali aytganingizdek hayotimizda bo'lganda bir joyda bir sotdik biz ham. Hali oddiy yurgan paytimiz, mashinamiz yo'q, kiyinishimiz, yurishimiz bunaqa emas. Bir akamizga zo'r joy olib berdik endi. Haligi odam aytayotdilar, senga $300 pul bersam bo'lmaydimi deyaptilar. Men endi aytdi, uni 10 baravarini olishim kerak bo'lgan haqdorman deb o'zimni hisoblab turibman. Va menga mana shunaqa dedilar, men savol berdim. Aka, siz shu uy joyi olish uchun ko'rib turibman, oddiy jaydari o'zimizga o'xshagan odamsiz. Hali ota-bobangiz boy bo'lmagan, boylik qolib ketmagan ota-bobangizdan mehnat qilib erishgansiz va xuddi shu qilayotgan mehnatingizni men ham bugunni qilyapman. Agar siz bugun o'sha $2-3 ming dollarni bermasdan keyin $200, $300 beraman desangiz, kecha ertaga Hasan aytsa, indinga Husan aytsa, ertaga Ahmad akam aytsalar, men qanaqa qilib siz darajangizga chiqaman deb, men ham o'zimni bu dunyodagi bo'ladigan ehtiyojlarimni qondiraman. Qachon uy joy olaman, bola chaqamga bir sharoit qilaman deganimda uyalib ham bergan edilar-da. Bo'ldi, tushundim sizni deb. O'sha yoshlarga bu narsani bir maslahat sifatida ham aytaman. Bir ishni rostakasm ustasi bo'linglarki, sizlarga ish beruvchi, kerak bo'lsa uy oluvchi, sizlardan uy sotuvchi o'sha narsaga dostoyniliginglarni his qilsa,
O'sha haligi savollarni bermaydi deb hisoblayman. O'zimizning tajribamizdan kelib chiqib aytyapman bu narsani. Qanchadir bor tajribamiz shu sohada, shu bilganlar bilishadi. Endi yana o'zi bu pulladan kelib chiqsa va o'zingizga shaxsan beriladigan savol, bu sohada bir oyda qancha pul topasiz? Hammaga qiziq-ku. Umumanda kuzatuvchilarga ham, bu sohadagi o'zimizning hamkasblarimizga ham, sizni taniydigan, biladiganlarga Afros qoldirsak bo'lmaydimi chaqqa? Men hozir aytsam, hamma qiziqib ketib qoladi. Hamma qiziqib ketib qoladi, to'g'ri. Mayli. Shunaqa. Demak, haligi o'zingizga shu kecha kunduzda ehtiyojlaringizga yetadigan va bu sohani kerak bo'lsa yaxshi ko'rib, ishlab shu sohada qolish darajasi sizni qoniqtiradigan pul topasiz. Shunaqa. Ehtiyojlaringizdan kerak bo'lsa yetib ortyapti. Shu joyda kuzatuvchilarimizga aytamanki, kelinglar. O'rgatamiz, muammo yo'q. Hali rizqinglar bormi, yo'qmi? Bu sohada olib keta olasizlarmi? Bir pul topa olasizlarmi? Unga ham har bir narsa kerak bo'lganda kamida 3-4 yil kerak bo'ladi. Bizlarda bir oy ishlaydi, ham zo'r pul topayotgan ekanlarda bo'ldi. Men o'zim qilaman deydi. Kimdir mashina olsa, kimdir gaplashishni bilmaydi. Endi bu uy sotish bo'ldi, bitta uy sotib ketirish emas-da. Misol uchun odamlar gaplashishni bilish kerak-da. Telefon qilgandan keyin muomala qilish kerak, gaplashish kerak, foizlarni tushuntirish kerak. Mana shunaqa bo'ladi. To'g'ri keladimi? Bo'ldi, ishlayman. U ham odam senga o'xshagan urib o'ldirib qo'ymaydi. Misol uchun konkretni gaplashish kerak. 3% yoki uslugami? Yo'q, 1% beraman, yoki 1000 so'm beraman, yoki uzr deyish kerak. Boshqa realtorga telefon qila qo'yib, men vaqtim olmay deyish kerak. Aynan shu sohada o'zingizda, masalan, tajribangiz bilan bo'lishsangiz, qanaqadir qadriyatlaringiz, qanaqadir o'lchovlaringiz bormi o'zingizni? Bor, endi misol uchun 3% bermasa, to'liq summani bermasa, men ishlamayman realni. Telefon qiladi, "Oka, 1000 so'm beraman" deydi bir xilda. 200 ming sotyapti, 1000 so'm beraman deydi. "Oka, uzr" deyman. Boshqaga telefon qila qo'yaman, men ishlayman uyingizda deyman. Realni bo'ldi. Sotman, men shu $1000 ham olmanman-da, misol uchun. Lekin endi baribir bu holat hozir kecha kunduzdagi holatingizdan kelib chiqibmi yoki umuman haligi hozir misol uchun o'zingizni qanaqadir klientskiy ba'zan bor, yetarli klientim bor. Endi qachondir siz ham nolda boshlaganingizda umuman ham bu sohaga kirib kelishdagi o'zingizni qo'llaydigan, misol uchun yolg'on gapirmaslik yokida haligi o'zi umumiy 3 ta qoida bor, hali biz uchun ibrat bo'lgan Abdurahmon ibn Avf degan rahimahulloh zot o'tganlar. U odam 3 ta qoidalari bo'lgan, o'sha molni aybini aytib sotish, naqdga sotish va qancha foyda bo'lsa ham sotish degan qoidaga amal qilganlar. Xuddi shunga o'xshab qanaqadir qoidalaringiz bormi o'zingizni? Bor endi. Aldamayman, aldashni yoqtirmayman. O'zi aldolmayman ham. Yolg'on yomon. Yolg'on yoqtirmayman. Yolg'on gapirgan odamni ham yoqtirmayman. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu joyda aytganlarki, yolg'onchi bizdan emas deganlar. Shunaqa. O'zi aldashni bilmayman misol uchun. Baribir aldayman deb harakat qilib ko'rsam ham rostini yetib qo'yaman misol uchun. Shunaqa odatim bor-da. Eng bitta minusim bu sha. Aslida bilasiz. Shunaqa bo'lish kerak. Lekin bitta uy sotayotgan paytimda ham bir xil payt откровенно aytaman, "Oka, 6 ming olaman yoki 5 ming olaman yoki 10 ming olaman. To'g'ri kelsa, anaqa qiling" deyman. Haligi vaziyatimga o'xshab turib, aslida vaziyatga qarab ishlaymiz. Oka, kelishtirib bering desa, kelishtirib beraman. Hali kimdir turib olmaymiz, misol uchun 10 ming deb turib olmaymiz. Oka, balki 7 ming berar, 6 ming berar, barakasini bersin deydi. Самое главное, rozichilikni olamiz, Xudo xolasa ishlayveramiz. Haligi boshiga aytgandek, hali odam o'nda ko'rmasdan, "Ke, sotib ber uyimni." Unaqa deydigan bo'lsa, ilohim amin deyiladi-da, "Oka, ilohim amin qani, oka" deyiladi, bo'ldi shunaqa. $1000 beraman. Yo'q, u ishlamaydi. Banda telefonda juda ko'p bunaqa narsa bo'ladi. Har kuni pashti bo'ladi. O'sha shu men simasdan telefon qilib, "Oka, ana men simga ishlayapti-ku" deydi. Bo'ldi, ishlab shu bilan ishlagin deyman. "Yo, sizni kanalingizda podpischik ko'p ekan, siz aylantirib bering, siz maqtashni" deydi. "Oka" deyman. "Mana shunaqa usluga bersangiz ishlayman, bo'lmasa kerak emas menga" deyman. Nagli bortni beraman, to'g'risi. Bu qo'rqadigan joyimiz yo'q, o'zimizning ishimizga yarasha, mehnatimizga yarasha pulni olishimiz kerak. Bu realtor degani endi odam emas degani emas-da, misol uchun. Ko'pchilik o'ylaydiki, alkash deb o'ylaydi realtorlarni. Aldoqchi. Bu hamga $300 bersam bo'ldi, ishlab keturadi deb o'ylaydi ko'pchilik. Unaqa emas-da. O'zini hurmat qilgan realtor, misol uchun, hech narsadan qo'rqmaydi, например. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, odamdan qo'rqmaydi misol uchun. To'g'rimi? To'g'ri. Insonmiz. Откровенно borib gapirish kerak bo'ldi. "Oka, berasizmi?" "Beraman." "Agar siz bermasangiz, boshqasi menga shu pulni beryapti." Bo'ldi, shuni ishni hal qilib beramiz. To'g'ri, zo'r. Endi o'sha hozirgi paytda o'zi uy-joy asosan ijtimoiy tarmoqlardan sotilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda har xil uyni obzor qilamiz, reklama qilamiz deganlar ko'payib ketgan. O'sha bilib bilmay
qanaqa fikrdasiz hozirgacha kunduzda? Misol uchun avtoblogger ham qilyapti, food blogger ham qilyapti, yana qanaqadir nima desa bo'ladi, haligi doktor ham uy reklama qilyapti, artist ham uy reklama qilyapti. Buni umumiy bozorga, insonlarga, umuman sotuvga qanaqa ta'siri bor deb o'ylaysiz? Juda katta ta'siri borda. Har bitta kasb o'zini anaqasi bor, mutaxassisi borda. Avtoblogger blogerligini qilsa, mashina sohasini qilsa, uy joyini qilsa, doktor doktorligini qilsin-da. Shuning uchun so'rasam qassob so'ysin deydigan naql borda baribir. Domni bilmaydi, qattaligini bilmaydi. Anta zo'r uy sotilayotgan ekan, mana bunaqa ekan deydi, odamlar aldov bo'lish shunaqa ketadi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsiz, mashinistlar juda ko'payib ketdi, misol uchun. Mashina sohasida juda ko'payib ketdi. Hamma domchi bo'lib ketdi. Hamma domchi bo'lib ketdi. Kecha parda sotib yurganlar, bugun domchimiz deyapti. Mashina olib qo'yganlar hamma mashinachi bo'lib ketdi, tushib qo'ydi. O'shaning uchun har bitta odam o'zini sohasini siqdildan qilsa, men o'ylaymanki, hammasi zo'r bo'ladi deb o'ylayman-da. Har bitta narsani reklama qilib tashlayverish kerak emas-da, misol uchun. Bilib bilmay. Endi mana hozir shu mavzuga aloqador, hozirgi kunda O'zbekistonda qurilayotgan yangi qurilish, yangi tipdagi uylar, novostroykalarda bo'layotgan muammolar juda ijtimoiy tarmoqlarda ko'payib ketdi. Hali odamlar vaqtida topshirmagan, vaqtida qurib bermagan, aytgan narsasini qurib bermagan, kadastrini chiqazib bermagan. Bu narsalar ham demak, o'sha tajribasiz odamlarni bu sohaga kirib kelishi ommaviy ravishda. Bizam odamlar yaltili-yutiliga ko'p ishonadi-da, yaxshi gapga ko'p ishonadi. Endi uni orqasidan haligi kimdir uni Instagramda reklama qilganda uni. Shunaqa, pulini oladi, ketadi misol uchun. Bo'ldi, okey, keling, men joyimga reklama qilib bering deydi, boradi, reklamasini qiladi, bo'ldi, ketdi, u yog'i bilan ishi yo'q. Bizning soha qanaqa? Olamiz, reklamasiga pulni olmaymiz, o'zimizdan oldimizdan xarajat qilinadi, sotilgandan keyin 3% dan olamiz. Bizga ham mana hozir shu mavzuyingizga telefon qilishyapti-da, aka uyimni sotib berasizmi? Sotib beraman. Nechta pul bo'ladi? Yo'q, nechta pul bo'ladi emas. Biz reklama qilamiz. Biz sotilgandan keyin olamiz. Reklamangiz nechta pul? Yo'q, reklamamiz bizniki pulli emas. Qanaqasi u? Biz u bilan gaplashdik, u blogger bilan gaplashdik. Yo'q, u blogger, men realtorman haqiqiy. Qaysi kanalingizga qo'ydingiz? Qaysi Instagramingizga qo'yasiz? Kimdir reklama? Yo'q. Men kerak bo'lsa Instagramsiz ham sotaman uyni. Shunaqa to'g'ri. Endi mana o'zimda men o'ylashim bo'yicha sizni ham fikringiz qiziq. Instagram to'g'ri aktual. Hozir nima soha borki, ijtimoiy tarmoqsiz iloji yo'q. Hammaga qilishni maslahat beraman, lekin aynan uy-joy o'zimizni shu ko'p yillik tajribamizdan kelib chiqib, agar uy to'g'ri narxlansa, tez sotiladi. Tez sotiladi. Unga Instagram ham, Telegram ham hech nima shart emas. Bugun aytadi, ertaga bizga murojaat qiladi, bugun sotib beramiz uyini. Shunaqa. U faqat to'g'ri narxlash kerak. To'g'ri baho berish kerak. Hech qanaqa uni reklamasi uchun ham pul olmaymiz. O'sha aytayotgan hozirgi foizimiz yo qanaqadir kelishuv qilamiz. Menimchaga sotamiz yoki menimchasini olamiz. O'sha to'g'ri tushunishsa, misol uchun bizani ham bu tirikchiligimiz. Hech kimni aldamayapmiz, o'g'irlik qilmayapmiz. Kisavurlik qilmayapmiz. To'g'ri aytib qo'pol aytganda kimdirga o'xshab biz ham halol mehnat qilyapmiz. Bu lekin o'zi umumanda olganda butun dunyoda uy-joy qurilibdiki, sivilizatsiya boshlanibdiki, hammada bor mavzu, hamma yoqda brokerlar, agentlar, realtorlar. Realtor oxirgi paytda ko'payib ketdi, deb o'ylayman. O'shaning uchun ko'pchilikning ishi ham yo'q. Shuning uchun hamma aytayotibdi, uy savdo bo'lmayapti, deyapti-da. Endi menimcha ko'payib ketganda emas, shu tajribasiz, bilib bilmay bu sohaga kirib realtorman bugundan bo'ldi, men ham uy sotaman, obzor qilaman, odamlarni vaqti olinyapti. To'g'ri emas, noto'g'ri narxlar qo'yib qo'yilganda, aslida 50 ming turadigan uyni kimdir bilmaydigan odam kelib 60 ming qilib qo'ygan. U xohlasa sotilmaydi, chunki sotuvchiga u 50 ming emas 60 ming degani yoqadi. Конечно. Lekin aslida ko'chada bahosi uyga 50 ming dollarda. Va u odam aytadiki, maklerga telefon qilib, nima bo'ldi yoki hali yangi chiqqan realtorga telefon qilib, nima bo'ldi, nega uyim sotilmayapti? Qani odam olib kelmayapsan desa, savdo yo'q deyapti. Aslidagi savdo bor. Noto'g'ri narx. Shunaqa. Noto'g'ri inson, noto'g'ri joy tanlangan va undan xuddi natijasi ham shunga yarasha bo'lyapti. Men sizga savol, siz nechta uy sotasiz bir oyda? Bir oyda hozir o'sha aytganimdek, o'zi taxminan
eng kamida 5 tadan 10 tagacha sotaman o'zi aslida. Lekin endi hozir o'sha asosan realtorlikdan tashqari qurilish qilamiz. O'zimizda har xil proyektlarimiz, biznes loyihalarimiz bor. Umumiyda haligi shu kecha kunduzda ham mana bu podkastimizga sabab bo'lgan o'sha Makon Realty Group tashkil qilganmiz agentство. Bu ko'p yillardan beri insonlarda shu sohada bo'layotgan og'riqli masalalar, ikki taraf sotuvchi va oluvchi va realtor o'rtasidagi munosabatlarni qanaqadir yo'lga solish, o'sha maydonni hisoblasa, haqiqiy maydonda o'yinchilar borligini insonlarga, oluvchi sotuvchiga ko'rsatib, tajribali, aldamaydigan, rost gapirib ham ishlasa bo'ladigan, ikkita odam ishini bitiradigan haqiqiy insonlar borligini ko'rsatishni maqsad qilganmiz va shunga ko'proq hali fizически ko'p vaqtimiz ketib qolyapti. Sal susaygan. Lekin shunda ham hali o'zim sizga aytganimdek, o'zimizga yetadigan, ro'zg'orimizni tebrata oladigan, kerak bo'lsa O'zbekiston sharoitiga juda yaxshi pul topamiz. O'sha o'rta hisobda 5 tadan 10 tagacha uy sotaman o'zim ham. Bu lekin maksimum emas. Maksimaliga olib chiqqanimda bu o'sha aytganingizdek ko'p yillik bizani mijozlarimiz bor. Qachondir vaqtimiz yetmay qoladi ularga. Kimgadir aytganingizdek bo'lishib yoramiz. Mana meni chiqing, o'zimiz ukamiz, shogirdimiz, o'rtog'imiz shu bilan ishlang yoki sotib beradi deymiz. Ularga o'tib ketadi. U hali bo'lishsa biz kamayib qolmaymiz, ko'paysa ko'payamizki, kimgadir manfaatimiz tegadi faqat pul uchun yokida shaxsiy manfaatimiz uchun yashab yurganimiz yo'q. Bizani bilganlar bilishadi, alhamdulillah. Bu narsani o'zimiz qanaqadir chiqib ko'rsatib berib, isbotlab berishimiz shart emas. Yomon emas. Alhamdulillah kunimiz, qora qozonimiz qaynab turibdi. Va o'zim shaxsan tajribamdan, shaxsan hayotimdan kelib chiqib aytamanki, inson bir ish qilsa, uni mas'uliyat bilan qilsa va yaxshi ko'rsa, men o'zim shuncha yillardan beri taxminan 5000 ta, 10 000 ta uy oldi sotishda ishtirok etgan bo'lsam, har bitta qilgan ishimdan keyin men o'zimga qanaqadir kuch olaman, yaxshi ko'raman, maza qilaman bu ishlardan, natijasidan, ishimning natijasini ko'rganimda maza qilaman. U pul o'z yo'liga bu sohada har kuni yangi insonlarning og'irini yengil qilish, yangi darajalarga chiqish, yangilik narsalarni o'rganishga ishtiyoqim juda baland. Xullas bu ishdan maza qilib ishlayman. Maslahat beramanki, insonlarga nima ish qilsanglar ham u ishni maza qilib qilinglar. Shunchaki, u instrument o'tdi, pul topiladigan yerdan boshqa narsalar. Maza qilib bu dunyoda maza qilib, bizdan oldingi ustozlar aytishadi, bir ish qilsang, sidq tildan maza qilib qil u narsani va albatta natija keladi deyshadi. Shundan tajribamizdan o'tgan o'zimizdan ham. Rizq o'zi bo'ladi. Shu narsaga yolgan bo'lsa shu pul topadi. Shunaqa. Lekin aytdi o'sha sabablarini maksimalga olib chiqib, maza qilib sidq tildan qilish. Maksimal sotgan uyingiz nechta bo'lgan? Bir oyda? Bir oyda maksimal sotganim, endi men to'g'risini ayta qolay, sonida emas. Yo, pulida gapira qolay, pulida emas, sonida gapiraylik, keyin pulida gapiramiz. Menimcha qiziqroq bo'ladi-da. To'g'ri. 20 ta uy sotganman men o'zim. 20 ta bir oyda uy sotganman. Endi u juda ko'p, nima desa bo'ladi, bir tempda bo'lmagan. Pikimizga chiqqanimizda haligi rosa yonib ishlagan paytimizda 20 taga yaqin uy sotganmiz. Bu narsa lekin hali yillar davomida davom etmagan. Endi baribir insonda pasayish, ko'tarilish bo'ladi. Nu qilsa bo'ladi, inson qilgan ish qilsa bo'ladi. Bu ishni tashlab qo'yish kerak emas-da. Sotsa bo'ladi, 20 ta 30 uy sotsa ham bo'ladi. Lekin bitta temp topib ketish kerak o'sha narsani. O'zingiz ustingizda ishlash kerak. Ishlash kerak-da. Bir xil aytadi, 5 ta uy sotadi-da. Bo'ldi, men bir oyda 5 ta uy sotdim deydi. Bo'ladigan ishlatish o'ylaydi u pulni. Raslavxona bitta beray deydi. Bo'ldi, bir oy patera bo'ladi, bo'ldi. Keyin pul qolmagandan keyin nima sotish kerak deb o'ylaydi. To'g'ri, dam olish ham bilish kerak, lekin ishlashni ham bilish kerak-da. Yaxshi ishlasangiz, yaxshi dam olasiz-da. Sarvar aka, yana bir qiziq, hali o'zingizning tajribangizdan, misol uchun, sizni ko'pchilik odam taniydi, aynan o'zimiz sohadagi va siz uy olib bergan, sotib bergan odamlar ham ko'pchilik tanishadi deb hisoblayman o'zim. Bu narsaga hozir mana o'rgatamiz davomimiz bolalarga. Qanaqa tavsiyalaringiz bor bolalarga? Misol uchun realtorlikka keldi.
nima o'zingizni ustunlik tarafingiz yokida o'zingizga shu natijalarga shu erishishga shu kecha kunduzga yetib kelishingizga sabab bo'lganini hisoblaysiz? O'zingizni bir anaqalaringiz bilan bo'lishsangiz. Men o'ylaymanki, birinchisi aldamaslikda. Hamma narsani откровенный gaplashish, birovni aldamash. Misol uchun $500 topdim, bir xil edi $200 topdim deydi, u yomon narsa. Teng porovni bo'lishi kerak. Yo'qdan tomondan pul oldimmi, og'ayna men pulni oldim, mana bu saniki. Halollikda gap katta-da. Misol uchun hozirgi tilda, lekin unaqa narsani qilmaydi, ko'pchilik aldash. Lish buni aldab pulini olsam bo'ldi. Bir kunlik hayotimdan qilyapti-da. Reputatsiyaga umuman qaramayapti. Reputatsiyaga. Bo'ldi, men ishlayapman-ku. Ketdi deb. Aslida bu shu joyiga ustozlardan kelgan, ustozlardan bu aniq-tiniq kitoblarda yozilgan, shu aynan tijorat sohasida, aynan sotuv sohasidagi ko'p yillik bizani avlodlarimiz bor taqaladi. Bu narsada juda ta'kidlanganki, tijoratchi aniq-tiniq o'z obro' e'tiboriga qarash shart ekan. Bu degani shu yolg'on gapirmaslik, shunaqa. O'zini haligi obro'siga putur yetkazadigan, uni o'sha subutsiz, lafsiz qilib qo'yadiganligiga juda qattiq qarash ta'kidlangan ekan. Bu va tijoratda katta natijalarga erishishga yordam berar ekan. Yana bitta yomon narsa bor. Misol uchun siz bitta joyga uspet qila olmayapsiz, realtorga aytasiz, "Og'ayni ko'rsatib, mana shu joyga men uspet qila olmayapman." Klient nomerini berdimi, bir xil ishlab ketyapti klient bilan. Davom et. Bo'ldi, bu meni klientim deb ketyapti-da. Ko'rsatdingmi? Bo'ldi, misol uchun sizga qilyapsiz, "Oka, menga qilmang, o'sha realtorga qiling, o'sha bilan gaplashing." Demak, rostgo'y va omonatdor bo'lish. Shunaqa, o'shanda siz bilan ko'pchilik ishlaydi. Siz shuning uchun siz bilan ko'pchilik ishlaydi. Xo'p, misol uchun mana bunaqa narsada men sizga klientimni berib yubordim. Siz nomerni oldingiz, to'g'rimi? Nomerni oldingiz, uyni ko'rsatdingiz, bo'ldi, chiqib ketdingiz. 2 kundan keyin u klient sizga OLX-dan telefon qilyapti. Unga qanaqa dokazat qilib berasiz? Misol uchun, u menga OLX-dan chiqdi, u realtor sizga ishonmaydi, misol uchun, to'g'rimi aka? Men senga nomer tashlab berdingmi? Ha, tashlab berdim. Bo'ldi, o'sha bilan ishlash kerak. Oxirigacha olib borish kerak. Bo'ldi, uje yeb qo'yganda, misol uchun, qo'pol qilib aytganda-da. Bir xil aytayotdiki, menga OLX-dan chiqdi-ku. Bo'ldi, meni klientim deyapti. Bu noto'g'ri narsa-da. Senga yoqmaydigan narsa ro'parangdagi insonga ham yoqmaydi. Конечно, oldin bitta senga shunaqa qilib ko'rsa, oriydi, hamma xafa bo'ladi, misol uchun. To'g'ri ishlasa, misol uchun keyin safar ishonib beradi o'shanga. Keyin ko'pchilik ishlaydi. Ko'pchilik bilan bo'lgan ish yaxshi bo'ladi. Demak, o'zingizni shu ishingizda asosiy rostgo'ylikka ishonch ustiga qurilgan. Shunaqa. Aldamaslik. Aldamaslik, o'sha ishonch, rostgo'ylikni aldamaslik, yolg'on gapirmaslik. Bitta aldagan odamingizga misol uchun siz ishonmaysiz-da. Ishlamaysiz, uni varianti bilan ham ishlamaysiz. Sizda tashlasa, mayli, ishlamay qo'yay deysiz. Meni prinsipim shunaqa, misol uchun. Aldagan odam bilan ishlamayman. Variant tashlasa ham ishlamayman, to'g'risi. Endi yana umumanda o'zingizni hayotingizda mayli, u narsalar umumiy qoidalar deb olaylik. O'zingizni misol uchun hali aytishadi, disiplina, ya'ni intizom. Bu muhimmi ham? Muhim, juda katta muhim. Misol uchun o'zingiz qanaqa erta yotib, bir kunlik kun tartibimmi? Misol uchun kechqurun 10 da uxlayman, ertalab soat 6 da turaman, zalga boraman, zaldan keyin ishimga chiqib ketaman. Reklama qo'yiladi. Bu shu kuncha kunduzga misol uchun taxminan har kuni 14 yil, 15 yil, 90% shu narsaga amal qiladi. 90% shunaqa narsa tashab qo'yilmaydi. Ertalab har kuni 6 turiladi, 10 da kechqurun uxlanadi, 6 turiladi, namoz o'qilib, zalga borib, trenirovkani qilib, kelib cho'milib. Hozir bizda trend darajasiga chiqib ketgan-ku, bolalar soat 12 da turadi yoki 2 da turadi. U ish emas-da, u ish emas-da. Mashinasini mo'ykaga olib boradi. Bir kuni yo'qoldi-da, misol uchun. Ertalabki o'zidan nechta ish qilib tashlasangiz bo'ladi-da. Misol uchun, ertalab o'zidan shuncha zvonok olsangiz bo'ladi. Endi bahona qilib olganda, ular ham o'ziga aytadiki, hamma kech turyapti, shahar shunga, unaqa asosida. Undan keyin, конечно, savdo bo'lmaydi-da. 2 da, u 12 da uyg'ondi, 2 da ko'chaga chiqyapti, o'sha obeddan keyin bo'ldi. 3 soat ichida nima ish qiladi? Конечно, savdo bo'lib, yana orqaga qaytib kirib ketadi-da. Uyda uy sotmaydi, misol uchun. Demak, sizdan oladigan bo'lsa, shu o'zingizdagi bo'lgan intizom, voqli yotib va voqli turib, обязательно o'sha kerak bo'lsa ibodatingizni qilib, uydagi hamma ishlar bilan shug'ullanib, ko'chadagi o'sha ishlatadigan insaytlaringiz o'sha demak, rost. Menda hammasi reja bo'yicha. Yo'q, undan chiqilmaydi. Hammasi reja bo'yicha. Hozir men endi 10 bo'ldi, o'zi uxlashim kerak. 11 bo'libdi o'sha. O'zi uxlashim kerak. Bu natijaga ta'sir qiladi, albatta. Обязательно. Baribir uyqu kerak narsa-da. Uxlab, baribir odam sog'lom bo'lishi kerak, zalga ham chiqish kerak, dangasada yotirish kerak emas.
ekologiyani ko'ryapsiz poligon. Endi hozirgilar ko'p narsa kam ishlab ko'p pul topish xohlaydi-da. U bo'ladi qachonki avval ko'p ishlasang, keyin kam ishlab ko'p pul topasan. Shunaqa. Oldin biz birinchi ishlaganimizda klientga ishlayardik. Hozir endi bizga navbat pul kelyapti. Qachondir yugurardi, hozir yuryapmiz. Hozir yuryapmiz, bo'ldi. Faqat hozirgi bolalar menimcha shu faqat boshidan yurib pul topish xohlaydi, katta pul. Сразу xohlaydi. Sразу mashina olish kerak, sразу nomer, qora jentra olish kerak, sразу nomer taqish kerak. Bo'ldi, keyin bitta bari oldida o'tirish kerak. 712 ni taqish kerak edi. Bonni oldida o'tirish kerak, qizdan o'rash kerak bo'ldi. Qo'lda $500 puli bo'lsa bo'ldi, undan boy odam yo'q, misol uchun-da. Hayotdan maqsadlarimiz ham kichkinlashib ketganda o'zi aslida. Plan qilish kerak, intilish kerak. Misol uchun, mana shu narsani olishim kerak keyingi yil. Menda shunaqa maqsad, mana shu narsani olishim kerak. Bu olinadi. Va shunga yarasha harakat ham qiladi. Harakat bo'ladi, ha. Hozirgi bolalar faqat maqsad qilyapti. U maqsad qilish deganda demak tushunyaptiki, maqsad qilish o'zi yetarli. Harakat 0. 0, ha. Yokida qilib qo'yapti-da, mana chiqyapman, mana bozorda o'tiribman, kelib do'konni ochyapman, erta tur. O'zi bo'lmayapti-ku deydi. O'zi bo'lmayapti emas, sal noto'g'ri qilyapsan. Boshqacha yo'lni qil. Bunaqasiga harakat qil. Ozgina qiyna, bo'ldi, chiqadi o'zi misol uchun. Bitta sel qo'y, misol uchun mashina olishim kerak, например. Mana shu 1 yilda mashina olishim kerak. Buni mashinangni ol. Keyingi bitta uy olishim kerak. Bu uyingni ol, misol uchun. O'sha bilan odam harakatda chiqib ketadi. Bizanikilar yo'q, bitta mashina olgandan keyin to'xtadi shundan hayot. $500 ishlaysiz bo'lish, yuradi shu mashina bilan 100 yil yursa 100 yil yuradi-da, misol uchun-da. Endi mana hozir o'zingiz aytganingizdek, bir oyda juda ko'p sotuvlar qilamiz. Bu degani 15 tadan plus tepasi 30 taga yaqin. Shunaqa. Misol uchun bugun kunga. Bugun kecha kunduzda savdo yo'q deyilayotgan sharoitda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, hozir ochib daftarni ko'rsatishim mumkin. Prosta qo'rqib ketishadi ozgina. Bilaman, hamma narsa hammasini olganman. Bu degani bu hozir mana kuzatuvchilarimizga bu intizom degani. Yozib nima qilaman, o'zim topib olgan pul-u? Yo'q. Inson tartibli bo'lsa, intizomli bo'lsa, hamma narsa shuning orqasidan keladi. Rozgo'ylik, ishonch, hammasi shuning orqasidan keladi deb hisoblayman o'zim ham. Va o'sha hozirgi bolalarga maslahatimiz qachondir nafsingni qiynasang, qiyinchilik bo'lsa, albatta orqasidan yengillik keladi. Har bitta yengillikning orqasida birinchi qiyinchilik yotadi. Shunaqa. Chiqib hozir misol sizni ko'rgan odam aytadi, falonchi mashina minib yuribdi, falonchi narsasi bor, falonchi uy sotyapti, mana bunaqa qilyapti deydi ko'rganlar, lekin uni orqasida yotgan mehnat, o'sha aytganingizdek, vohlik yotib erta turish bizda u ham O'zbekistonda meni bilishim bo'yicha Toshkentda juda kam. 70% odam 11 dan keyin uyg'onadi-da. To'g'ri. Natija ham shunga yarasha bo'ladi. Kechgacha ko'chada, kechgacha ko'chada, kerak emas. Ulfatchilik yig'ishtirish kerak deb o'ylayman. Topib olgan narsamiz. Maqsadni yaxshilab qo'yib olish kerak. Har 45 dan keyin o'sha hech kim kerak emas bo'lib qolamiz-da, misol uchun. Bu kuch-quvvat fizika qolmaydi keyin. Qolmaydi o'sha. O'sha 45 dan keyin o'zi ishlagingiz ham kelmaydi-da. To'g'ri. Hamma narsani qilib olib, plan qilib, bo'ldi, 45 dan keyin maza qilib dam olsangiz bo'ladi-da. Hozir misol uchun $2000 topib, Tailandga borib dam olgandan foyda yo'q-da. Dam olish qachon qochib ketmaydi. Ishni qil, pulni yig', hammasini qilib qo'y, keyin borib bemalol dam ol. To'g'ri. Misol uchun uyingni zo'r qilib qo'y, birinchi o'chirtda. Ko'chada yurgandan ko'ra-da, ko'chada pul sochib yurgandan uyingizni zo'r qilib qo'y. Shunaqa. Hamma narsa qilib qo'y uyingga. Keyin ko'chada yurasan, misol uchun karillab, kerillab. O'g'il bolaga shu yarashadi. Shu yarashadi-da. O'zi misol uchun uyga borsangiz, non yeyishga noni yo'q. Ko'cha xondon, uy zindon deyishardi oldin ota-bobolarimiz shunaqa deyishgan-ku. Hali hozirgi bolalarda ko'pchilikda bo'lib ketgan, kafelarni to'ldirib o'tiradi, hamma yegani orqasida yegani oldida-da. Uyga borsangiz, uydagi sharoiti juda ko'p og'ir, juda og'ir. Bu erkak kishiga yarashadigan narsa deb hisoblamayman o'zim ham. Bu Instagram yomon bo'lib ketganidan deb qo'ylayman men. Chiroyli hayot. Hamma bir-biriga qarab yashayapti-da. Ko'pchilik bir-biriga qarab, "Ani zo'r yashayotgan ekan, bo'ldi, mana shunaqa yashayman, bo'ldi." Mana shunaqa bo'lib ketyapti-da. Demak, Instagram deganingizga yana shu mavzuga qaytamiz. Haligi hozir kecha kunduzdagi olinayotgan kontentlar, olinayotgan hali uy obzorlari, uy sotib beramiz, olib beramiz. Bittasiga ham ishonmayman. O'zingiz ishonmaysiz va noto'g'ri deb bilasiz demak, to'g'rimi? Hammasi noto'g'ri deb bilaman. Misol uchun, men o'zim ham qarshi emasman. Kelishsin, qilishsin, bizni bozorni monopoliya qilib, yo biz o'zimiz eplaymiz deyotgan joyimiz yo'q. Bozor katta. Faqat ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lib, u dom qachon qurilgan, kim qurgan, qurayotgan odam kim, yokida eski dom bo'ladigan bo'lsa, bu qanaqa dom, qachon nechinchi yil qurilgan, nima ayblari bor, qanaqa kamchiliklari bor, bahosini to'g'ri aytolmay, auditoriyam ko'p ekan deb turib, kelib haligi uyni egasini ham ishontirib qo'yib,
Yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas-da, aka. U ham to'g'ri. Yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas. Yaxshi narsa o'zini xaridori bo'ladi. Reklamaga ham chiqmaydi. Ayniqsa uy sohasida. Uy sohasida. O'zini misol uchun Golden House misol uchun kimdir hech kim borib reklama qilib yurmaydi-yu. Murod Building. Murod Buildingga misol uchun o'zini odamlari bor-da. O'sha ishonchga kirib bo'lgan. Hali aytganingizdek, aytgan narsasini vaqtida bajargan. Hozirgi ayrim quruvchilarga o'xshab turib, o'zimizni ham mana shu kecha kunduzda ham quruvchimiz bor. Hozir 5 yilga yaqin vaqt o'tdi. Bilmayman, Alloh alam, oldin pardachi bo'lganmi, gilamchi bo'lganmi, bugun kirib ko'chada og'zini to'ldirib Instagramda chiqib qolib domchima. Biza 15 yillik quruvchimiz deyapti, 15 yil oldin dom qurilmasdi Toshkentda. Qanaqa 15 yil oldin quruvchi bo'lgan bir xillarda men o'ylab fikrlab qolaman-da, bu narsa qanaqa bu? Yoshligida qurgan bo'lsa kerak. Xo'p, demak, Sarvar aka mana ancha mavzular to'g'risida suhbatlashdi. Yakunlashga bir haqiqiy hozirgi bu sohaga kirmoqchi bo'lgan, shu sohani ustida hayotini qurmoqchi bo'lgan ukalarimizga, tanishlarimizga, aka-ukalarimizga maslahatingiz va bugungi kecha kunduzdagi O'zbekiston bozorida narx-navoga bo'lgan fikringiz shular bilan yakunlasa menimcha to'g'riroq bo'ladi. Va bu sohani o'sha bilib bilmay reklama qilayotganligi qanaqadir murojaatingiz yokida taklifingiz bo'lsa eshitsak. Taklif yo'q. Nima deymiz? Boshi yetganimda hamma o'zining sohasida ishini qilsin, bo'ldi. Bilgan ishini qilsin. Bilgan ishini tajriba bo'ldi, ajrin tajriba bersin, bo'ldi. Bu sohaga kirmoqchi bo'lgan ukalarimizgachi kelsin o'rgatamiz hammasini. Shogird olamiz. Ipidan ignasigacha hamma sir-sarovatlarini o'rgatamiz. Polnisi Yaxshi kasb. Dokument qanaqa yig'ish, dasturlarni qanaqa qabul qilish, hammasini o'rgatamiz. Notariusiga qanaqa borish. Adan yagacha. Misol uchun uy sotdim bo'ldi emas, dokumentni ham tushunish kerak-da. Ha, to'g'ri. Dokumentsiz bu o'zi aslida realtor degani-da qaltis ish-da bu. Nedvижимость juda qaltis ish bor-da o'zi. Bitta xato katta. Juda qamalib ketishi mumkin. Yoki kimdir ko'chada qolib ketishi mumkin. Shunaqa. Yoki kimdir uysiz qolib ketishi mumkin-da. Buni oddiy hisoblamaylik, shu kuzatuvchilarimiz yoki oddiy uy bo'ldi, uy sotdim, pul oldim deyish kerak emas-da. Bu ishga yondoshish kerak. Shunchaki $2,000 pul uchun kimdir hali bir umrlik travma qilib qo'ymaylik. Kimdir uysiz, kimdir pulsiz, vatansiz qoldirishga sabab bo'lib qolmaylik degan maslahatni beramiz. Biz ham insonmiz, qachondir yoshlik qilganmiz, xato qilganmiz. Inson unutuvchi, xato qiluvchi, lekin uni bilib turib qilish bor va nafsini ustiga qurib, shu yerdan 2-3 ming pulimni ishlab olib, bo'ldi, bitirib ketaman. Bu holatlarga juda ko'p biz tajribamizda o'tganmiz. Odamlar mana shu joyga olib beruvdi, yaxshi degdi. Qanaqadir uydan cho'kkan, buzilgan, hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p chiqyapti. Hujjatida muammo bo'lgan, yillar davomida sudlashib, bir umrlab misqollab yig'gan pullarini qanaqadir bilmagan firibgar, mashinnik yokida bilmasdan realtorman deb u joyga olib berib qo'ygan yaxshi deb sabab bo'lib qo'ygan holatlarga juda ko'p duch kelganmiz. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham iltimos qilib qolardik. Mana Sarvar akam ham shu narsaga fikrimga qo'shiladilar. Ozgina bo'lsa ham ilmini o'rganinglar. Kelinglar o'rgatamiz hammasini. O'rgatamiz, bilganimizcha o'rgatamiz. Bizda ham ustozlarimiz bor, bilmaganimizni haligacha so'raydigan odamlarimiz bor. Bu sohada 30 yil, 40 yildan beri ishlab yurgan sohani egalari bor. Tajribali, past-balandni ko'rgan. Xo'p, demak suhbatimiz yakunida bu suhbatimizga o'zi sabab bo'lgan, hozir kecha kunduzdagi ish faoliyatini yurg'izayotgan o'zimizni agentligimiz bor. Sarvar akam bilan bizni tashkil qilgan Makon Realty Group ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan erta hamkasblarimiz bor. Bizani kuzatayotgan kuzatuvchilarimizdan talabgorlar bo'lsa kelsin o'rgatamiz va обязательно kommentariyada qanaqadir savolinglar bo'lsa beringlar bizaga va mana bugungi mehmonimiz bo'lgan Sarvar akamdan eng qiziqarli savol yokida qanaqadir yozilgan kommentariyaga alohida sovg'a beraman dedilarki, bu narsa yana ham yoshlarga,
bu sohani egallamoqchi bo'lgan o'sha yarim chala yo'lda o'rganganligi qanaqadir bir ishonch bersin, qanaqadir ularga yordam bersin degan maqsadda, qiziqarli bo'lsin degan maqsadda o'zimiz sovg'amiz bor va bizga murojaat qilinglar. Biza bu sohani bilmaganlarga o'rgatamiz, bilganimizni bo'lishamiz. Bu soha ustida fikrlashishga doimiy eshigimiz ochiq. Rahmat, rozi bo'linglar, vaqtinglarga sog' bo'linglar.